Ilgari hududdagi muammolar asosan aholi murojaatlaridan so'ng o'rganilib, ularga yechim izlanardi. Endi esa boshqaruv tizimi butunlay o'zgardi. Tumanning ijtimoiy-iqtisodiy va kriminogen holati vaziyatlar markazi faoliyati orqali doimiy nazorat qilinmoqda. Muammolarga esa tahlillar asosida kompleks yondashilyapti. Bunda kuzatuv kameralari va sun'iy intellekt texnologiyalari asosiy vosita vazifasini bajaradi. Avvallari tarqoq holda faoliyat yuritgan mas'ul idoralar endi yagona aqlli tuman platformasida birlashdi. Prezidentimiz Mirzo Ulug'bek tumani tajribasini boshqa tumanlarda ham joriy etish zarurligini ta'kidlagan edi. Oradan ko'p o'tmay Sergeli tumanida ham aqlli boshqaruv tizimi yo'lga qo'yildi. Endilikda maktablar, qurilish obyektlari, savdo do'konlari va bozorlar yagona raqamli platforma orqali nazorat qilinmoqda. Bu esa hokimlarga aniq tahlillarga tayangan holda qarorlar qabul qilish va hududni boshqarish samaradorligini oshirish imkonini bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Sergeli tumanida 3000 dan ziyod video kuzatuv kamerasi o'rnatildi. Ularning barchasi vaziyatlar markaziga integratsiya qilingan. Loyiha ijodkorlarining aytishicha, kameralar va sun'iy intellekt dasturlari orqali hududdagi vaziyatni real vaqt rejimida kuzatish va muammolarni tezkor aniqlash imkoniyati yaratildi. Mazkur situatsion markazda bugungi kunda yangi modellardan bo'lgan ta'lim sohasini, qurilish sohasini, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash bo'yicha sun'iy intellekt elementlari qo'shilgan holatda takomillashtirilgan. Tuman hokimi bevosita tumandagi 16 ta mahalla bo'lsa, har biri bilan onlayn topshiriq berib turib, undan real vaqt rejimida topshiriqlar ijrosini nazorat qilish imkoniyati yaratildiki, muammolar o'z vaqtida bartaraf etilyaptimi, yo'qmi, tuman hokimi ko'rib turishi mumkin va real vaqt rejimida boshqa mutasaddilarga ham mana shu yerda o'tirib tezkorlik bilan masalani hal qilish choralari ko'riladi. Shuningdek, umumta'lim maktablari uchun yagona raqamli platforma ishlab chiqildi va u ham vaziyatlar markaziga integratsiya qilingan. Shu paytgacha xalq ta'limi boshqaruvida 6 ta platformadan foydalanib kelingani aytilmoqda. Ularning funksiyalari bir-birini takrorlash bilan birga inson omili uchraydigan jihatlar ko'p bo'lgan deydi mutasaddilar. Yangi platforma esa ilgari qayd etilgan kamchiliklarni bartaraf etib, maktab ta'limi tizimining barcha ishtirokchilari uchun takomillashgan yagona milliy axborot tizimini taklif etmoqda. Mazkur loyihaning yangi o'quv yili boshlangunga qadar to'liq yakunlash rejalashtirilgan. Hurmatli Prezidentimiz ijtimoiy sohalar boshqaruvini ham yengillashtirish, ma'muriy yuklamalarni oldini olish boshqarmalarini ma'muriy tashkilotdan metodik tashkilotga o'tkazish, ularning funksiyalarini esa to'liq raqamlashtirish bo'yicha topshiriq berganlar. Mana shu topshiriqlardan kelib chiqib, 1,5 yil vaqt mobaynida ta'lim boshqaruv tizimi rivojlangan hamda to'liq raqamlashtirilgan dunyoning eng ilg'or davlatlari, poytaxt hokimliklari tomonidan ishlab chiqilgan tizimlarni o'rganib chiqdik va bu Finlandiyaning Helsinki, Estoniyaning Tallin shaharlari ma'muriyatlari bilan hamkorlik qilyapmiz. Bu milliy axborot tizimidan eng muhim afzalligi biz qarorlarni qabul qilishimizda aniq real vaqt rejimidagi statistik ma'lumotlarni to'liq ola olamiz. Ya'ni biz hozir aynan qog'ozda qolayotgan hisobotlarimiz yurituvi bor haligacha, hanuzgacha. Ularni biz xatlovdan o'tkazib bu tizimga kiritdik va shu bilan birgalikda sun'iy intellekt bilan big data texnologiyalarini qo'llash va uzog'i 1 daqiqani ichida biz Sergeli tumanidagi ta'lim boshqaruvidagi vaziyat, nechta murojaat, bugun nechta hodisa yuz berdi yoki qanday bugun ta'mirdagi ishlar amalga oshirildi yoki qanday demak bizda kamchilik mavjud bo'ldi degan vaziyatlarni tahlil qilib beradigan tizim ishlab chiqildi. Biz bu tizimni bog'cha, maktab, texnikum, universitet axborotlarini birlashtirmoqchimiz poytaxtimizdagi. Oldimizdagi asosiy maqsad bu tizimimizni demografiya, soliq, bandlik, shu bilan birgalikda boshqa davlat xizmatlari tizimi bilan bog'lash. Keyingi 5 yil, 10 yilda biz nechta maktab, nechta bog'cha va qayerlarda qurishimiz kerak degan savollarga bizga mana shu sun'iy intellekt, big data texnologiyalari yechim bera oladi. Bundan tashqari, kadastr, shaharsozlik va soliq idoralarining qurilish sohasiga oid ma'lumotlari raqamli platformaga integratsiya qilindi. Endi qurilishdagi texnik va ekologik talablar kuzatuv kameralari orqali nazorat qilinadi. Barcha me'yoriy nuqsonlar inson omilisiz, sun'iy intellekt yordamida qayd etib borilyapti. Tahlillarga ko'ra, o'tgan 1 yil ichida 10 dan ortiq qoidabuzarliklar aniqlangan. Hurmatli Prezidentimizga katta rahmat. O'zlari tashabbusi bilan belgilab bergan raqamlashtirish bo'yicha ustuvor vazifalar doirasida qurilish platformasi yaratildi. U ham bo'lsa investitsiya doirasidagi 88 ta o'zlari belgilab bergan obod mahalla doirasida 120 ta, shu jumladan Beksimirda 11 ta va investitsion dasturli 5 ta. Hammasi raqamlashtirildi. Ya'ni obyektda nima bo'lyapti, texnika soni, odam soni, mablag'i ajratilishi,
smeta doirasida ajratilgan mablag'larni nazorati, sifat ko'rsatkichlari va har bir obyektda maxsus videokamera turishi bizga tezkor ma'lumotlarni olish, uni tahlil qilish, hammasi vaziyatlar markazi ekranga chiqadi. Bu bizga nima beradi? Oldin 88 ta obyektda qurilish bo'yicha muammolari tumanniki bo'ladimi, shahar hokimi o'rinbosari bo'ladimi? Bu muammolarni tushunish uchun borib izlardik. Bunga vaqt ketardi. Hozir vaqt tezozlanadi. Tezkor ma'lumotlar olamiz va tezkor ma'lumotlarni olgandan keyin buni evaziga obyektlar vaqtida va sifatli topshirish zamini yaratilyapti. Hozir biz 200 tadan ortiq raqamlashtirgan bo'lsak, mana hurmatli prezidentimiz 1540 ta obyektni ham yil oxirigacha mana shu tizimga kiritib, raqamlashtirish ishlarini jadallashtirib, oxiriga yetkazish bir katta vazifa qo'ydilar. Buni qilsak, o'tirgan joyimizda muammolarni bilib, tezkor tahlil qilib, vujudga kelgan muammolarni yechimini topib, amaldagi ishlarimiz tezlashadi. Eng asosiy mezon aholimiz rozi bo'ladi. Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish yo'nalishida ham raqamli yechimlar joriy etilmoqda. Buning natijasida tadbirkorlik subyektlarining raqamli xaritasi shakllandi. Sun'iy intellekt tahlili asosida soliq tushumlarini prognoz qilish boshlangan. Jumladan, joriy yilning dastlabki 5 oyida budjetga qo'shimcha 201,5 milliard so'm soliq tushumlari ta'minlandi hamda 222,5 milliard so'mlik soliq bazasi soya iqtisodiyotidan chiqarildi. Bu situatsion markazlar bizga yashirin iqtisodiyot bilan kurashdi va soyada qolayotgan tushumlar va soliq tushumlarini aniqlashda keng imkoniyatlar yaratildi. Ilgari biz buni hammasini qo'lda hisob-kitob qilganimizda, hozir mana sun'iy intellekt yordamida elektron ko'rish imkoniyatimiz mavjud bo'ldi. Mana Sergeli tumaniga hurmatli prezidentimizning tashrifi jarayonida mana Sergeli avtomobil bozori to'liq qayta rekonstruksiyadan o'tkazildi. Bozor hududini tartibga keltirish natijasida 1,5 mingga yaqin qo'shimcha avtomobil turar joylari paydo bo'ldi. Savdo tushumlari 270 milliarddan 300 milliardgacha oshdi. Bozor daromadlari 25 milliarddan 30 milliardgacha ko'paydi. Bundan tashqari soliq tushumi 2 karra oshdi. Bu hammasi hurmatli prezidentimizning topshiriqlarining natijasi deb bilamiz. Qariyb 24 gektar hududda joylashgan Sergeli avtomobil bozorida ham vaziyatlar markazi tashkil etildi. Yagona tizimga 1000 ga yaqin aqlli kamera ulandi. Kiruvchi va chiquvchi avtomobillar, bo'sh va band joylar hamda noto'g'ri parkovkalarni onlayn nazorat qiluvchi avtobozor dasturi ishga tushirildi. Xavfsizlikni kuchaytirish maqsadida vaziyatlar markazi Ichki ishlar vazirligining qalqon tizimiga integratsiya qilindi. Bozor direktorining xavfsizlik bo'yicha o'rinbosari lavozimi joriy etildi. Shuningdek, bozorda noqonuniy faoliyat yuritgan 1000 dan ortiq shaxsning ma'lumotlar bazasi shakllantirilib, ular bilan profilaktik ishlar olib borildi. Natijada iyun oyi davomida Sergeli avtomobil bozori hududida birorta ham jinoyat yoki huquqbuzarlik qayd etilmadi. Katta avtomobillar bozorida ham raqamlashtirishlar va aqlli kameralarning evaziga bozor hududlari to'liq xavfsizligi ta'minlanib, yashirin iqtisodiyot masalalari ham to'liq nazoratga olindi. Bozor direktorlariga xavfsizlik masalalari bo'yicha ichki ishlar organlaridan o'rinbosarlar tayinlangani bu albatta juda katta natija bo'ldi. Ilgarilari bozor hududida xizmat olib borayotgan xodimlarni har bitta harakat nazorat qilish va ularni tahlil qilish tizimlari bo'lmagan. Ana endi aqlli kameralar bilan vaziyatlar markazi orqali boshqarib borish imkoniyat yaratib berdi. Buning orqasidan og'ir o'ta og'ir jinoyatlarga umuman yo'l qo'yilmayapti. Tuman rahbariyatiga yil oxirigacha hududni to'liq jinoyatdan xoli qilib, yashil hududga aylantirish bo'yicha muhim topshiriq berildi. Toshkent shahar hokimligi mazkur loyiha tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va aholiga zamonaviy xizmat ko'rsatish bo'yicha namunaviy tajriba bo'layotganini ta'kidladi. Sergeli tumani misolida davom etayotgan aqlli boshqaruv yechimlari faqat bir hudud taqdiri bilan chegaralanmaydi. Aksincha, bu yangi O'zbekistonda davlat boshqaruvi qanday bo'lish kerakligining amaliy namunasidir. Tezkor qarorlar, shaffof raqamli tizim, xavfsiz muhit va inson manfaati ustuvorligi. Raqamli tizimlar tabiiyki keyinchalik butun poytaxtda joriy etilishi belgilangan va bu boshqaruv samaradorligini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishi kutilyapti.